Xo'sh, unda bo'lsa, bir programma riyosatchisi kasbdoshim bo'lishimiz bilan albatta bizlar kameraning orqasidagi millionlarcha xalqimiz bilan aloqa bog'lash, media tili orqali bog'laymiz ko'pincha vaqtlarda. Ommaviy fikr yoritildi mush media orqali. Bo'lib mush yangi avlodlarimizni muajiratda shu o'z kimligi tutib turishmi medianiki o'zimizning tilida har xil programmalarning o'rinlashtirilishi intayin muhim bir masala. Albatta. Sizce hamda erkin Osiyoga taqilib qolg'ili bir yildan oshdi hamda. Biz mayli istiqlol bo'lsin, mayli boshqa xalqimizning ichida o'zi shaxsiy qilayotganlar bo'lsin. Mushu milliy kimlikni tutib turish, muajiratda yetarlik biz xizmat qila oladikmi? Javob yo'q bo'lsin deyman shu sizga. Mediadagi milliy kimlik meningcha shu tilimiz. Eng muhimi, undan boshqa ifodalash uslubimiz, xalqimiz bizga qarab huzur oladigan bir media shaklimiz bo'lsa, biz milliy media bo'lamiz. Shu xalqimiz uchun suniladigan. Ammo muajiratdagi biz bir tarafdan o'z xalqimizga uchur yetkazish bilan tang o'z xalqimizning ya'ni tatıyotgan azaplarını, bularning arzu ümitlerini hem yaşayotgan şu davlatlarga taqitishdak ikki xil vazifamiz bor. Şu bu yerdagi qimmat qarashimizni qanday yetkazish, arzu ümitlerimizni qanday yetkazish bu mesele. Bu milliy kimlik, milliy xoslik. Ya'ni hatta bizning televiziya stansiyalarımızga Uyg'urchani o'rganayotgan, Uyg'urlarni yaxshi biladigan chet ellik yoki boshqa ellik, ya'ni boshqa tillik dağınlıq riyasetçilerini, televiziya programlarını, tüzgüçilerini ve başka xadimlarni qabul qilib ishlasak bo'laverdi. Kimda iqtidor bo'lsa, ishlasi bo'ldi. Menimcha bu yerda men bir Uyg'ur mediasi degandek bir narsani shakllantirish uchun bir bizga imkoniyat texi hosil bo'lmadi deb qarayman. Zo'r bir narsa albatta bu. Butun millat. Yani ben qanchadan qatim dedim ilgirmamdi. Mushu bizga o'xshash ishg'olga uchrab kechiringlar. Kiymiş Türkiye'de mesela nurg'un chet ellik muhojirlar bor, mesela Suriyaliklar bor, Misrdan qochib kelganlar bor. Nüfusga nisbatan vatanning cho'ng kichikligiga nisbatan bizdan nachasi kichik jamiyatlar, davlatlar. Öz davlatida urush chiqqandan keyin kelib muajiratga yig'ilib, o'zlari yashagan shu davlatlarda qanchilgan rasmiy kanallarni qurib, gazetlarni qurib, radio, maxsus radiolarni qurib, qig'ini qarab men ba'zidan bizning millatning ta shu Turkiston Cumhuriyatlaridagi davlatlardan tatib ta Amerikagacha nurg'un dunyoning har qaysi taralgan millionlarcha xalqimiz bor. Shundaq bir xalqning aslida bir emas, bir davlatga qarilib muhtoj bo'lib qolgan davlatning himoyasida emas, qanchilgan kanallarimiz maxsus shu bo'lish kerak demak. 7-24 soat tarqatadigan bo'lishi asli bir millatningki, ya'ni eng aqalli burchicha muajiratdagilarning. Buni men qilamaganligimiz men jiq so'rovlarda, yig'inlarda o'tirib qo'ydim. Afsuslanarli ish yani. Yana armon uchishlik darman yo'q damdi. Yuzlagan insonlar ishlaydigan aslında kanallarımız buluş gerek. İnşallah Rabbim yetkizar. Biz bir kompüterden yo'lga chiqib bilgan. Bunu da bir tushundirish berib qo'yish kerak deb qarayman. Biz yana xuddi millatlarni ko'p sonli millat, oz sonli millat deb ayirishga bo'lmagandek, bir davlatnimi ilqi coğrafiyalik jihatdan kichik yoki cho'ng davlat bo'lganligi uchun deb ayirmaymiz-ku. Hamda biz 30 millionga yaqin Uyg'ur xalqi vatan ichida yashasa, yana bir 5-10 million sirtda yashaydi deb qiyos qilamiz. Yana qo'limizda rasmiy statistiklik sonliq ma'lumot yo'q. O'zingiz bilganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning chet ellarga ko'chman bo'lishiga yo'l qo'yishi yaqinqi yillarda uzun bir mezgillik munqarizlik hayotimizda chet elga chiqish mumkin bo'lmay kelgan 80-yillarning oxirlaridan boshlab ancha-muncha savdo yoki o'qishga chiqqanlarning bahonasida vatandan sirtqa chiqib yerlashib qolgan Uyg'urlar bilan boshlandi-ku bizning ya'ni mustamlika qilingandan keyingi muajiratlik hayotimiz. Shunga muajiratga kuchimiz boshqa davlatlikidek başqa davlatlar bizga o'xshash shunda pasport masalasi, Xitoyning rejim masalasi ularga ancha uchrab ketmagan uchun ko'chmanlik hayoti bir qadar erkin bo'ldi deb qarayman boshqalarning. Biz selishtirayotgan shu millatlarning
Ularning eng başta bayları çıktı elbette. Pul bağları texmi köp pul tepish fursatlarini izlab yoki o'qish fursatlarini izlab yoki texmi yaxshi bir yashash fursatlarini izlab. Bizdeki mesele asasligi köp sonliq, ya'ni 80% ko'chman Uyg'ur shu yerda yashayanmag'ini uchun, hayoti tahdid qilganligi uchun, ko'chkini uchun ularning qo'lida bir ravrus mablag' yo'qdi. Xo'sh. Shunga bu media degan pulni xashlaydigan ekanchi, rostga qilsam pul taqtilib ketadigan. Bu bizga o'xshash ko'chman millatlarning muqim bir biznes yoki uni support qiladigan yoki mablag' bilan ta'minlaydigan bir iqtisodiy kuchimiz yo'q yoki hukumat o'rinlari yo'q yoki ommaviy tashkilotlar yo'q bir nimaning ichida. Ashtaq turibmi bizning yanala Uyg'urlarning ovozi bo'lib, Xitoyga tetaligidek ishlarni qilishimiz hammasi shu fidokorligimizning natijasichu. Hozirmi ham mavjud bu fidokor muxbirlar, fidokor taratquchilar. Ya'ni o'zimizning bo'lish uchun o'zimizning mablag'i bilan qurilgan bir yer bo'lmaguncha biz yana shu davlatning chiqargan mablag'ini kutib saqlab taraqqiyotimi tez bo'lmaydi ekan. Masalan, o'zimning Erkin Osiyo radiosidagi tajribamdan aytganda, masalan, shu vaqtida Amerikaning demokratiyasiga, erkinligiga, kishilik huquqiga ishinib Amerikaga ijrat qilishga hamda jur'at qila oldik. Ammo lekin Amerikaning siyosatlarining o'zgarishi bilan mablag' to'xtaganligi uchun, ya'ni shu hukumat berayotgan mablag' to'xtaganligi uchun Uyg'urlarning ovozi kesilib qoldi. Demak, siz boshqa hukumat yoki davlatning og'ziga qarasak, yana hozirmi shular bizga qilib berishga degan orzuda yashayversak, hamon bir kuni yanada manfaatimiz suvga chilishib qoldi ekanchi. Shu menimcha hozir hamda kuchimiz xeyli kuchlanib qoldi. Bilishimcha 2015dan 2016dan ilgari sirtlarga chiqqan ya'ni tafovut xeyli yaxshi bo'lgan savdogarlarimizmi, karxanchilarimizmi az emasga chet ellarga chiqqancha o'zini yoshirib, hamda bir kunlarda chegara ochilib qolsa yana qaytib berib shu vatanda qurgan karxanalarımni, shu shirkatlarimni taraqqiy qildirmayman degan umidda pullarni yetib yine besib yotgan bo'lishi kerak. Men jiq angladim xalqlardan. Ammo ularning mediadan iborat bir narsaga mablag' solsam, millatning kelgusiga, millatning ya'ni shu Sharqi Turkistonning bundan keyingi taqdiriga mablag' solganim deb shundoq bir ideyaga kelanmasligimi bizning mediaga kuchayolmayotganimizning, ya'ni o'zimizning taratqularni taraqqiy qildirolmayotganligimizning yana bir sababimiki deyman. Bizning bu jihatda ishlashga tegishli xizmatlarimiz bor. Ya'ni medianing qanchalik roli bo'ladiganligi, millatni jasoratlantirish, millatni o'zining kimligi bo'yicha yashash, madaniyat va til boshqa jihatdan kuchlantirish, avlodlarni qanday qilib shu yashagan davlatlarga assimilyatsiya qilmaslik degandek mushu jihatlarda o'ynaydigan rolning nihoyatda muhim ekanligini, buning bir strategik plan bilan cho'qim Uyg'urlar hammasi himoya qiladigan o'zimizning bir ovozining, o'zimizning bir mediasining bir emas, hatto bir qanchilgan har bir davlatlarda bir o'xshamaydigan ya'ni tarqitish usullarini qo'llangan, ammo o'xshash ideologiyada tarqitish beradigan, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi meniki bosh nimam. Albatta. Vazifam uningdan keyin shu mavjudlikni saqlash, Uyg'ur bo'lib yashash, Uyg'ur avlodlarini saqlab qilish degan bu o'xshash ideyada manga olsak, g'oya birligi deb men davomli so'zlarimda olma. Bir g'oyaning ustida mayli fikrlarimiz boshqa bo'lsin, kuchimning yetishicha shu bir g'oyaga men jug'lanay desak, men qilamaydigan ish deb qaramayman. Chunki men buni cho'qim qila olamiz. Qo'limizda borni taraqqiy qildirishga mayli fikr beramdik, mayli mablag' beramdik va yoki kuch ajirtamdik. Bununla ko'ngil bo'lishini har bir Uyg'urdan tovanchilik bilan so'zlayman. Chunki xalqimiz ovozsiz qolganda umidsizlandi. Sirtnikini anglamaganda bizga ko'ngil bo'ladigan hech kim yo'q ekan deb ilqi taqdirga tan berib jasoratimi bo'lmaydi. Bizning hech bo'lmasa xalqqa umid taqtishdek bir rolimiz bo'lishi kerak-ku. Shunga bu bek muhim bir narsa. Mening orzuyim, bundan keyingi hayotimdagi orzuyim shundoq bir Uyg'urlarning ovozi bo'g'idek, shundoq bir o'rinlarning qurilishi hamda men kuchimni, tajribamni har zaman unga atashga tayyor masalan. Mendekdan yana nurg'uni bor deb o'ylayman. Albatta. Albatta. Ya'ni bu so'zlaringizdan albatta nurg'un boylarimiz ham bo'lib, hamda
media pulcuk ketgan bir saha bolganlygy üçin ulagym nurgun uçur ketdi dep garayman. Hakikaten siz degендek bazı ensireshler bilen ýakyn kelmeýär. Çünki hem siyaset bar, hem näse bolgandyken bizning mediada. Bazı de şu puldarlamy ýakyn kelmeýdigan gaçyp. Eger biz ýakyn kelmesek, Xitay hökümeti şu biz ýaşawatgan ellerdeki halyklarny zäherlep, şunu iştirwatydy. Meýli Türkiýanyň Ankara, Konya, nurgun başga şäherlerdeki şu türk medialary bilen ötküzgen söhbetlerim bolsun, türk yazarlar bilen we ýa-ki Uygur elini tadqiq qilip kelgen şu türk tadqiqatçylar bilen söhbetlerimde sorgan suallardan hakikaten Xitaynyň şu oynawatgan yani meňi şerketiniň qandaqdyr ança-munça bulagymı ilki sual peýda kılgyn yani azrak bizni aşyryp baramdyki diýen gumanyň gaýytydan oturgy çykypatganlygy meni ensirtýatdy. Şu bizmi wagtny çyň tutup muşu hiç bolmasa Xitayga qarşı hareket kılamsakmı? Toğru yol bilen toğrunu anılta alsak mı şu etrafımızdaki ammaga? Dünyanın hamma yerde halk okşaşçu. Siz düşendirip, siz kalbinizni içip gap kılsanız ular anlaydı. Biz hükümetler yol koyma değil dep emas, ammavi usullarda, ammavi tarqıtış usullarımızda, medialarımızda yana halk bilen uluna alayımız dep qarayman. Mesela aldığın günü bir Elbette İstiqlal'ın rehberi Abdülbaris Efendi'nin teklifi bilen şu Türk medialarınınki hem tadqiqatçılarının bir jığınığı teklif bilen yani bir nutuk berişke muvaffaq boldum. Nutukdan keyin şu hatta mediada işlewatgan peşqadamlarga ular Arab dövletlerinin de ularning sorgan suallary meni hayran qaldırdı. En qısqası bizning vatanda Tungallardan farklı bir millet ekanligimizni, ular bilan farqimizning bizning munqariz qilingan bir tuproqning egalari ular bolsa Xitoydan musulmonga o'zgargan bir millet ekanligi u bizning oramizdagi manfaat bilan ularning orasidagi Xitoy hukumatining o'tirisidagi undaq bir manfaatlik talash tortish yo'qligi bu masalalarni hech kim tushunmaydi ekan. Uning ustiga ilqi Uyg'urlar kim, nima uchun bugungi kunda shu keng ko'lamlik lagerlarga solinib, Xitoyninki zulmlarga, irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi deganning asli sababidan xabar yo'q ekan. Hatta bizning o'shada namoz o'qimaydiganimiz, diniy maktablarda o'qimaydiganimizdan bilmaydi ekan. Bizning orzularimiz, bizning mustaqillik ko'rish uchun 78 yildan buyon qanchalik shehid berib, qanchalik qon to'kkanlarimiz voqealardan xabar yo'q ekan. Shu eng asosiy bilimlardan xabarsiz bu yani Arab ellerini bizge qail qilishimiz uchun Xitoydan bekarak harakat qilmasak, hatta o'zimizning ummat deb atayotgan, shu o'zini musulmon deb atgan shu davlatlardagi xalqlarmi bu haqiqiy ahvolni bilmagani uchun Xitoyniki rost deb qilyapti menimcha. Shu bizning arab tillik nurg'un yosh ziyolilarimiz bor. Turkiyadami ko'rdim arab tilini suvdak so'zlaydigan, shundoq yaxshi shu ilm o'rinlarida olim bo'lib xizmat qilayotgan. Bular cho'qim arab ellariga Uyg'urlarni to'g'ri tushuntirish orqali Xitoyning propagandasiga qarshi turadigan bir jangchi bo'la oladi menimcha. Shu buningda bir rag'batlantirish ham yanada cho'giltib kelsak bir mablag' qiyinchiligi bo'ldi ekan. To'g'ri. Xitoy hamda shoma shu ansiraydigan baylarımızın bu yerden bir xitap bo'lsin. Xitoy iloh emas shu hamda. Uni sen ekranga chiqmasangmi, sening qilganingni bildirmay turib nurg'un ishlarni qilib o'talaysan amaliyotda. Albatta. Bu millatning nurg'un ishlarini hal qilib o'talaysan amaliyotda shu iqtisodiyot bilan. Fondi tashkilotida qurilayotgan Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin bu fondlarga pul beradigan boylar va yoki ashundaq fondini davomli yo'lab kelayotgan erbaplarning hammasi o'zining ismi bilan bermaydi. Albatta. Biz musulmon cho'qim qilganimizni Alloh bilsa bo'ldi, boshqa yer demaymiz deymiz. Amaliyotda boshqa millatlarda o'xshash axloq borki, birini qilib qo'yib, onni ko'ptirib so'zlamaydi-ku. Ular uni bir insoniy axloq deb bilganligi uchun men shu foundationlar bilan xizmat qilish jarayonida, masalan, xalqaro inson haqlari fondi, Oslo Freedom Forumni tashkillaydigan. Undan boshqa shu Heritage fondi deb, shu miros fondi Angliyadagi bir qancha fondlar bilan nurg'un xizmatlarni qildik, media fondi.
ularga pul beriyotganlar shu o'zi media kasbini yaxshi ko'rgan va yoki shundan pensiyaga chiqqan, yamsa yo'ldishi boshqa kasbda pul topgan, puldor biri o'zi medianing adimi, mushundaq insonlar va yoki inson haqlari nimisida shu qimmat qarshida inson haqlarini cho'ng bildigan. Xo'sh, xo'sh. Shundaq insonlarning untinsiz, naiti kamtarlik bilan kaynib turib, hech qanday medianing oldiga chiqmay, bergan millionlarcha, billionlarcha pullar bilan butun dunyoning tinchligiga to'kib qo'shayotganligidan faxrlanib turib yashaydi ekan. Shu insonlarning o'zlari bilan so'zlashdim o'ltirib, nima uchun qilyapti? Bu meni pek ta'sirlantirdi. Bunday insonlar bizda ko'pda, Nurtay hojim, masalan Musaboyevlar oilasi, undan keyin men vatandan chiqib ketgandan keyin vatanda ko'p yana bunday insonlar. Albatta, hozir vatanda bo'lgan bo'lsak, bu kanal masalan vatanda qurilgan bo'lsa, bu eng kuchli kanal bo'lib ketdi. Albatta.